Afsuski, o'zbek xalqi uchun katta yo'qotish. Taniqli inson bu yorug' olamni tark etdi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Videoroliklarimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Afsuski, janoza. Yana bir yomon xabar e'lon qilindi. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, yozuvchi va shoir Ikrom Otamurod 75 yoshida vafot etdi. Adibning hijron imtihoni, xotiraga tushmagan joylar, janub qushlari, ichkari va tashqari kabi she'riy kitoblari chop etilgan. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, shoir Ikrom Otamurodov vafot etdi deya xabar bermoqda Yozuvchilar uyushmasi. Ikrom Otamurodov 1951 yil 5-mayda Qashqadaryo viloyatining Kasbi tumanidagi Xo'jakasbi qishlog'ida tug'ilgan. 1969-1974 yillarda Toshkent davlat universiteti, hozirgi Milliy universitetning jurnalistika fakultetida o'qigan. Shoirning vaqt ranglari, janub qushlari, turg'ayli manzillar, ufqlar orti bepoyon, xaritaga tushmagan joylar, uzoqlashayotgan og'riq, sopol siniqlari, sen, ichkari va tashqari, rahmimning qayg'usi, ko'nglim o'zing, ta'vir, tazallu, hijron imtihoni she'riy kitoblari chop etilgan. Shuningdek, marhumning she'r va dostonlari turk, arab, bulg'or, rus, moldavan, ozarbayjon, qozoq, qirg'iz, tojik, gruzin tillariga tarjima qilingan. Marhumning yaqinlari hamda oila a'zolariga kanalimiz ijodkorlari nomidan chuqur hamdardlik izhor etamiz.